bunchalik darajada to'kin dasturxon qilgan odam, bunchalik xarajat qilgan odam hech qachon boy bo'lmaydi. Ovqatlanish bizani o'zbek xalqini bilmadim, qon-qonga singib ketib qoldi. Qoniga singib ketib qoldi. Mehmon kelsa yaxshi ovqat. Bayram bo'lsa yaxshi ovqat. Odam o'lsa yaxshi ovqat. Marakalarni ko'ryapsiz. Ramazonda yaxshi ovqat. Har qanday tadbir yaxshi ovqat. Bir joyga ulfatlar bilan borsangiz yaxshi ovqat. Dugonalar yig'ilsa yaxshi ovqat. Ya'ni yaxshi ovqat, yaxshi ovqatlanish sizni o'sha odamga nisbatan, ya'ni sizga kelgan mehmon yoki siz kutayotgan odamga nisbatan hurmat belgisiga aylanib qoldi. Mundoqroq narsa qo'ysangiz, nima bu oddiyroq narsa qo'yibdi. Kecha bir inson bilan gaplashdim. Juda qiziq narsa aytdi. Arabistonga bordim dedi. Katta bir boy uyga bordim dedi. Ular O'zbekistonga kelgan ekan. O'zbekistonda shunaqa mehmon qilishibdi. Aytibdiki, nima debdi bilasizmi? Sizlar boy bo'lmaysizlar debdi. Bunchalik darajada to'kin dasturxon qilgan odam, bunchalik xarajat qilgan odam hech qachon boy bo'lmaydi debdi. Vaqt o'tibdi-da, mana o'zi aytib beryapti. Men dedi, o'sha odamni uyga meni kutib oldi, juda anaqa dedi. Xursand kelganimdan, chunki men biz o'tib juda mehmon qilganmiz dedi. Yur, men seni mehmon qilaman uyimga dedi. Endi hozir dasturxon to'kib tashsa kerak deb o'yladim dedi. Bordik dedi. Bir qimmat choy deb shafranli choydan qo'ydi dedi. 5-6 ta xurmo, 2-3 ta holvaga o'xshagan narsa dedi. Ol, qalay dasturxon, ol, mehmon ol deb mehmon qo'ydi dedi. Do'g'aram shumikan hol mehmon. Biz nima qilamiz? Osh, orqasidan balo, 8 xil ovqat, balo batar hamma narsani qo'yib mehmonni izzat qilamiz. Ularda sal boshqacharoq qaror. Ko'ryapsizmi? Ya'ni ovqatga bo'lgan bizdagi munosabat juda o'zgarib ketdi.